Assalomu alaykum Andijon mebel kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Shunga qisqacha avzorlarni qilib o'tamiz. Avzor qilishdan oldin bir dona kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Like bosib podesha qilamiz do'stlar. Xudo xolasa bu navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Samarqand shahriga qilib berdik. Dastavkachida 10 million 300 ming so'mga qilib berdik. Xo'p, 100% yong'oq. 100% yong'oq bambugul qoplama variantimiz. Oldiyalar 3D. 12 cm qo'yilgan. Bunaqa qimmat materiallar. Orqa qismlari. Xudo xolasa hamma yo'g'i cho'tki, ideal holatda. 12 ta xudo xolasa 100% yong'oq. Akvarium. Xudo xolasa mana ko'rib ko'rasizlar. Akvariumlari ham joy-joyida. Xudo xolasa mana xonamiz chekka qismlari simmalar qo'yilgan 2 dona. Xudo xolasa hamma yo'g'i cho'tki. Shopur akamiz qarab turib yuzlab beramiz. Samarqandga xudo xolasa dastavkasi ichida 10 million 300 ming so'mga qilib berdik. Kimgadir shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol ekranda past qismiga nomer qoldiramiz. Va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.